Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuga bag'ishlangan. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa yoki umuman ijtimoiy himoya masalalari bilan qiziqsangiz, diqqat bilan eshiting. Aprel oyidan boshlab mamlakatimizda nafaqaxo'rlarga oid jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi va bu sizning nafaqangizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni bilish va to'g'ri harakat qilish ehtimol sizni yuz minglab so'm yo'qotishdan saqlab qolishi yoki aksincha har oy qo'shimcha daromad olishingizga yordam berishi mumkin. Bu juda muhim xabar, shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va hozirroq kanalimga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari nafaqalar odatda yiliga bir necha marta asosan inflyatsiya darajasini qoplash maqsadida standart indeksatsiya qilinardi. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar va qo'shimcha imtiyozlar mavjud bo'lsa-da, ularning shartlari ko'pincha murakkab edi va barcha nafaqaxo'rlar ulardan to'liq xabardor emas edi. Qolaversa nafaqalarga nafaqaning miqdori asosan ish staji va o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi. Bu tizim o'ziga so'z afzalliklarga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklari ham yo'q emas edi. Masalan, yolg'iz yashayotgan, sog'lig'i yomonlashgan yoki oilasida boquvchisi yo'q shaxslar uchun nafaqa miqdori yetarli bo'lmasligi mumkin edi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni bilmasdi va ulardan foydalana olmasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaradi. Aprel oyidan boshlab yangi nafaqaxo'rlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi kuchga kiradi. Bu dastur nafaqaxo'rlarning turmush sharoitlarini yaxshilash, ularga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatish va nafaqa tizimini yanada adolatli qilishni maqsad qilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqalar nafaqat standart indeksatsiyaga, balki har bir nafaqaxo'rning individual ehtiyojlari va vaziyatiga qarab qo'shimcha to'lovlar bilan ham oshirilishi mumkin. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga e'tiborni kuchaytirmoqda va bu dastur aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Lekin shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlarning bir qismi avtomatik tarzda amalga oshiriladi, boshqa bir qismi esa nafaqaxo'rlarning o'z tashabbusi bilan, ya'ni ariza berish orqali amalga oshiriladi. Aynan shu yerda ko'pchilik chalkashliklarga duch kelishi mumkin va bu videoda men sizga qanday qilib o'zingizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni qo'ldan boy bermaslikni tushuntiraman. Keling, asosiy tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilish kerak, kimlar sabotirlanishi kerak va kimlar sabotirlanishi shart emas. Birinchidan, aprel oyidan boshlab barcha turdagi nafaqalarning majburiy indeksatsiyasi amalga oshiriladi. Bu avtomatik jarayon bo'lib, buning uchun hech qanday hujjat topshirishingiz shart emas. Sizning nafaqangiz ma'lum bir foizga oshiriladi va bu haqda sizga xabar beriladi. Ammo bu asosiy o'zgarish emas. Asosiy yangilik bu ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan qo'shimcha manzilli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovlari. Bu to'lovlar kimlarga mo'ljallangan? Kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar kimsadek agar sizning oylik nafaqangiz belgilangan minimal iste'mol savatchasidan past bo'lsa va siz ishlamasangiz, sizga qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi yoshi 70 dan oshgan yolg'iz nafaqaxo'r ayolning nafaqasi hozirda 1000 so'm deylik. Yangi tizimga ko'ra minimal iste'mol savatchasi mamlakat bo'yicha 1,200,000 so'm deb belgilangan bo'lsa, bu ayolga har oyda 1000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, uning umumiy oylik daromadi 1,200,000 so'mga yetkaziladi. Avvalgi tizimda bunday manzilli yordam olish juda murakkab edi. Oilasida nogironligi bo'lgan shaxs yoki voyaga yetmagan bolalari bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan yaqin qarindoshingiz, masalan, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki voyaga yetmagan nabiralaringiz bo'lsa, sizga oilaviy qo'llab-quvvatlash to'lovi ajratilishi mumkin. Tasavvur qiling, 65 yoshli erkak nafaqaxo'r o'z qaramog'ida 2 nafar maktab yoshidagi nabirasi bilan yashaydi. Chunki ularning ota-onasi chet elda ishlashadi. Uning oylik nafaqasi 1000 so'm. Yangi dastur bo'yicha
har bir voyaga yetmagan bola uchun masalan 220 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov belgilangan bo'lsa, bu bobo umumiy 500 ming so'm qo'shimcha oladi. Shunday qilib, uning umumiy oylik daromadi 1,480 ming so'mga yetadi. Avvallari bunday vaziyatda faqatgina bola puli, bolalar nafaqasi olish imkoniyati bor edi va u ham har bir oilaga ma'lum mezonlar asosida berilardi. Yangi dastur bevosita nafaqa shorga qaratilgan. Ting yashayotgan va muntazam parvarishga muhtoj nafaqaxo'rlar deb. Agar siz yolg'iz yashasangiz va tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi TMK tomonidan doimiy parvarishga muhtoj deb topilgan bo'lsangiz, sizga maxsus qo'shimcha to'lov belgilanadi. Masalan, Ahbulitam yoshli buvijon yolg'iz yashaydi va oyog'idagi og'riqlar sababli uy yumushlarini bajarishga qiynaladi. Uning nafaqasi 1,100,000 so'm. Yangi dasturda bunday holatdagi nafaqaxo'rlar uchun, masalan, 300 ming so'm miqdorida parvarish uchun to'lov joriy etiladi. Natijada uning oylik nafaqasi 1,400,000 so'mga oshadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kiradigan nafaqaxo'rlar. Shuningdek, nafaqasi past bo'lgan va ishlamaydigan barcha shaxslar xavotirda bo'lishlari kerak. Chunki bu imkoniyatdan foydalanmaslik sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'ni boy berish demakdir. Ayniqsa, o'zining moliyaviy ahvoli haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmaganlar yoki yangi qoidalar haqida xabarsiz qolganlar bu masalani jiddiy o'rganishlari zarur. Xavotirlanish deganda men salbiy ma'noda aytmayapman, balki bu masalaga jiddiy yondashib zarur choralarni ko'rishni nazarda tutyapman. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning nafaqangiz hozirgi kunda yuqori bo'lsa, ya'ni mamlakat bo'yicha belgilangan o'rtacha nafaqa miqdoridan ancha oshib ketgan bo'lsa yoki siz ishlayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, ehtimol bu manzilli to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan shaxs yoki voyaga yetmagan bolalar bo'lmasa, shuningdek, yolg'iz yashamasangiz va doimiy parvarishga muhtoj bo'lmasangiz, yuqorida aytilgan qo'shimcha to'lovlar sizga taalluqli bo'lmaydi. Lekin shuni ham esda tutingki, kangakangiz ham avtomatik indeksatsiya qilinadi. Shuning uchun nafaqa miqdorida oz bo'lsa-da o'zgarish bo'ladi. Endi esa ushbu qoidalar va o'zgarishlardagi istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan nozik nuqtalarga to'xtalib o'tamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Istisnolar. Bir necha turdagi nafaqa oladiganlar. Agar siz bir vaqtning o'zida yoshga doir nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki nogironlik nafaqasi kabi bir nechta turdagi nafaqani olayotgan bo'lsangiz, yangi manzilli to'lovlar odatda ularning eng kattasiga qo'shiladi yoki siz eng foydali bo'lganini tanlashingiz mumkin. Bu holatda pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. Ba'zi hollarda bir nafaqa turi boshqa bir nafaqa turini olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun aniq vaziyatingizni tushuntirish kerak bo'ladi. Itamakida tajab bazambatında. Ya da kıcatesi yakında koçup kelganlar yoki doimiy yashash joyini o'zgartirganlar. Agar siz yaqinda bir hududdan boshqa hududga ko'chib kelgan bo'lsangiz va doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ma'lumotlar bazasida ma'lumotlaringiz yangilanishi uchun biroz vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin pensiya jamg'armasida ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Aks holda arizangiz rad etilishi mumkin. Chet elda yashayotgan nafaqaxo'rlar. Odatda yangi manzilli ijtimoiy to'lovlar faqat O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashovchi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Agar siz doimiy ravishda chet elda yashasangiz, bu to'lovlar sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Biroq chet elda vaqtincha istiqomat qilayotgan fuqarolar uchun ma'lum istisnolar bo'lishi mumkin. Bu holatni ham pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish lozim. E'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar idan pitfallar. Bak, ma'lumotlarning yetishmasligi yoki noto'g'riligi. Bu eng katta xato. Bu yangi qoidalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaslik yoki norasmiy manbalardan noto'g'ri ma'lumot olish. Faqat rasmiy manbalarga, ya'ni pensiya jamg'armasining veb-sayti, davlat xizmatlari markazlari, DXM yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qiling. 2. Ariza berish muddatini o'tkazib yuborish. Garchi aksariyat holatlarda
aniq bir muddat belgilanmagan bolsa da ba'zi bir qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish muddatlari cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish tavsiya etiladi. Esda tuting, bu pul sizga aprel oyidan boshlab har oy berilishi mumkin. Ariza qancha kech topshirsangiz, shuncha pulni boy berishingiz mumkin. Tirish. Hujjatlarni noto'g'ri yoki to'liq topshirmaslik. Sizdan talab qilinadigan barcha hujjatlarni diqqat bilan yig'ish va to'g'ri rasmiylashtirish juda muhim. Agar biron bir hujjat yetishmasa yoki noto'g'ri bo'lsa, arizangizni ko'rib chiqish rad etilishi yoki kechikishi mumkin. Shortkaka. Natkan taptan ndat ma ampom ondennanta. Firibgarlar tuzog iga tushib qolish. Afsuski, har qanday yangi ijtimoiy dastur firibgarlar uchun oltin koni bo'lishi mumkin. Hech kimga bank kartangiz raqamini, pin kodini yoki SMS orqali qiladigan maxfiy kodlarni birmang. Pensiya jamg'armasi iqtisodimlari sizdan telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydilar. Agar sizga kimdir telefon qilib, nafaqangizni oshirishga yordam beraman, faqat hisob raqamingizni ayting desa, darhol telefonni qo'ying va huquq tartibot organlariga xabar bering. Barcha murojaatlar shaxsan yoki rasmiy davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Kutilmagan nozik nuqtalar makdadeti wattade patayimade ma poakaksamadeni tandere jamba mamamendede tanasachire onak to'lovlarning vaqtinchalik xususiyati mapasande chariqadakan definki ba'zi qo'shimcha manziliy to'lovlar vaqtinchalik bo'lishi mumkin, ya'ni ular ma'lum muddatga, masalan 6 oyga yoki 1 yilga belgilanadi, so'ngra vaziyatingiz qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bu to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz ham muddat o'tgandan keyin yana murojaat qilish zarurligini unutmaslik kerak. 2. Boshqa ijtimoiy imtiyozlarga ta'siri. Yangi qo'shimcha to'lovni olish boshqa ba'zi ijtimoiy imtiyozlarga, masalan kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar ta'sir qilishi mumkin. Chunki sizning umumiy daromadingiz oshgan hisoblanadi. Bu holatni ham tegishli organlar bilan aniqlashtirishingiz lozim. 3. Avtomatik hisoblashdagi satolar. Garchi nafaqalarni indeksatsiya qilish avtomatik jarayon bo'lsa-da, inson omili sababli ba'zan satolar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz nafaqangizning oshmaganini yoki noto'g'ri hisoblanganini sezsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'zingizning hisob kitoblaringizni taqdim eting. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi qadamlarni bosishingiz lozim? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimalarni yozish kerakligini aniq ko'rsatmalar bilan tushuntirib beraman. Birinchi qadam, vaziyatingizni baholang va ma'lumotlarni tekshiring. Avvalo o'zingizning hozirgi nafaqangiz miqdorini aniqlang. So'nggi pensiya varaqangizni, vedomost yoki bank hisobingizdan ko'chirmani tekshiring. Oilaviy ahvolingizni tahlil qiling. Yolg'iz yashaysizmi? Qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan shaxs yoki voyaga yetmagan bola bormi? Ishlayapsizmi yoki ishlamayapsizmi? Yuqorida men aytib o'tgan manzilli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash toifalaridan biriga kirishingiz mumkinligini o'ylab ko'ring. Agar kirsangiz keyingi qadamlarga o'ting. Ikkinchi qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Bu qadam juda muhim. Sizning vaziyatingizga qarab hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin, lekin quyidagilar asosiy hujjatlardir. Pasport o'zingizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Asli va nusxasi kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, pensiya kitobchasi. Bu ham nafaqa olish huquqingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Asli va nusxasi. Jetiga bank kartangiz yoki hisob raqamingiz rekvizitlari. Nafaqani qabul qiluvchi bank kartasi raqami va uning egasining FISI aniq ko'rsatilgan ma'lumot. Oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa. Nogironligi bo'lgan shaxsga qaraganingizni tasdiqlovchi hujjat, nogironlik guvohnomasi, timek sulosasi, qarindoshlik darajasini tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, voyaga yetmagan bolalarni qaramog'ingizda ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, agar farzandingiz bo'lmasa-yu, nabirangiz bo'lsa, ularning ota-onasining yo'qligi, vafot etganlik, chet elda ekanligi va haqidagi ma'lumotlar, vasiylikni tasdiqlovchi hujjat agar rasmiylashtirilgan bo'lsa, yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni mahalladan yoki pasport bo'limidan beriladigan ma'lumotnoma tan seçime enaba yedan tan kondası cendinma. Vak baht sıfırtıda şadi cendan nala işlamayotganingizni tasdiqlovchi hujjat agar talab qilinsa, parpat lazi elvan ezan denim.
ish daftarchasi yoki bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma agar rasmiy ish joyingiz bo'lmasa. Sa daromadlar haqidagi ma'lumotnoma agar sizda rasmiy daromad manbai bo'lsa, masalan, kichik bir biznes ijara daromadi bu haqda ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Asosan kam ta'minlanganlikni aniqlashda sizning umumiy daromadingiz hisobga olinadi. 3-qadam qayerga murojaat qilish kerak? Siz ikki asosiy joyga murojaat qilishingiz mumkin. 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Siz yashash joyingizdagi DXMga borib, nafaqa hisorlarga qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovi uchun ariza berishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam berishadi va barcha kerakli hujjatlarni qabul qilishadi. Ular sizga murojaatingiz ro'yxatga olinganligi haqida kvitansiya berishadi. Idu hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga ham bevosita murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga aniq vaziyatingiz bo'yicha maslahat berishadi va arizangizni qabul qilishadi. Har ikkala holda ham shaxsan o'zingiz borishingiz tavsiya etiladi. Agar sog'ligingiz yomon bo'lsa va shaxsan borishga qiynalsangiz, sizning ish aziz va amun azn anchan an aldi pam ki pallingiz notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. 4-qadam ariza qanday to'ldiriladi va nimalarni yozish kerak? Ariza shakli odatda standart bo'ladi va DXM yoki pensiya jamg'armasida beriladi. Unda quyidagilarni ko'rsatishingiz kerak. Undan paralelsari o'zingizning FE pasport ma'lumotlaringiz, tibbiy yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, nafaqa guvohnomasi raqami. Qaysi turdagi qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovini olishni istayotganingiz, masalan, kam ta'minlanganlik, nazorat qilingan, nogironligi bo'lgan shaxsga qarash, vazolatlan, voyaga yetmagan bolalarni qaramog'ida saqlash va ketka. Qisqacha qilib, ushbu to'lovni olishingizga asos bu bo'luvchi vaziyatingizni tushuntirasiz. Masalan, yolg'iz yashayman, nafaqam minimal iste'mol savatchasidan past yoki qaramog'imda nogiron o'g'lim bor kabi. Ilovada qaysi hujjatlarni topshirayotganingizni ko'rsatasiz. Ariza oksiridasini va imzoingizni qo'yasiz. Genji 5-qadam arizani topshirgandan keyin nimalarni kutish kerak? Ariza topshirilgandan so'ng u tegishli organlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Odatda arizani ko'rib chiqish muddati andetish kunidan 10 kalendar kunigacha bo'lishi mumkin. Sizning murojaatingiz bo'yicha qaror qabul qilingandan so'ng sizga pochta orqali yoki DXM orqali SMS xabar bilan xabarnoma yuboriladi. Unda arizangiz qoniqtirilganligi yoki rad etilganligi va uning sabablari ko'rsatiladi. Bas agar arizangiz qoniqtirilsa, qo'shimcha to'lov sizning pensiyangizga qo'shib keyingi oydan boshlab to'lab boriladi. 6-qadam agar arizangiz rad etilsa, nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, safa bo'lmang. Rad etish sababini diqqat bilan o'rganing. Ko'pincha sabab hujjatlardagi kamchiliklar, ma'lumotlardagi xatoliklar yoki sizning ma'lum bir mazmunlarga mos kelmasligingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Rad etish sababini aniqlang va uni bartaraf etishga harakat qiling. Masalan, agar hujjat yetishmagan bo'lsa, uni to'ldirib qayta ariza topshiring. Agar siz rad etish qaroriga qo'shilmasangiz va o'zingizning haqligingizga ishonsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, masalan, pensiya jamg'armasining viloyat boshqarmasi yoki adliya vazirligining hududiy bo'limlari shikoyat qilishingiz mumkin. Bu jarayonda sizga yurist maslahati kerak bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, aprel oyidan boshlab nafaqaxo'rlar uchun jiddiy va juda muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan va ulardan to'liq foydalanish sizning qo'lingizda. Sabardor bo'lish, mas'uliyatli bo'lish va zarur qoralarni ko'rish juda muhimdir. Qo'shimcha to'lovlar avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Siz o'zingiz bu haqda tashabbus ko'rsatishingiz lozim. Barcha bosqichlarni diqqat bilan o'rganib chiqing va bugunoq harakatni boshlang. Bu ma'lumot boshqa nafaqaxo'rlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos, ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizda, messenjerlarda ulashing. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozing. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.